Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulilloh. Birodarim savol beribdilar. Kufr diyorlarida yurgan holatda xavf xatar bo'lganligi uchun va ba'zi boshqa o'zimiz vatan diyorlariga topshirib yuborishlik xatari bo'lganligi uchun soqol qo'yib yurmasa ham bo'laveradimi degan savolni beribdilar. Avvalambor shariatimizda e, muhim har bir amalni o'ziga yarasha muhimroq va undan ko'ra muhimroq vojib, farz, sunnat shunga o'xshagan ibodatlarni martabalari bo'ladi. Va ba'zi o'rinlarda agar bir vojibni qilishlik bilan yoki bir sunnatni qilishlik bilan buni boshqa bir sunnatga, boshqa bir vojibga, boshqa bir ibodatga zarari yetkazadigan bo'lsa, bu o'rinda mana shu vojiblar ba'zi o'rinda tashlanadi. Chunki islom dini insonni hayotini, aqlini, dinini, or nomusini saqlashlik uchun kelgan. Va ba'zi amallar biridan ko'ra, ya'ni bir amal ikkinchisidan ko'ra ustunroq turishligi mumkin. Shuning uchun mana bu ibodatlar Allohning buyruqlari birinchi o'rinda turadi, so'ng ota-onaning buyruqlari, so'ng ba'zi vojib amallar, so'ng ba'zi sunnat amallar. Bu usul fiqhda ibodatni turlari degan ma'noda har xil qoidalar bilan keladi. Mana shu qoidalardan biz hozir mana shu savolga qaytadigan bo'lsak, bir insonni soqol qo'yishlik bu albatta vojib amallardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Aful liha", nima soqolinglarni qo'yib yuringlar dedi. Bu buyruq esa vojibligiga dalil bo'ladi. Va boshqa hadisda mushriklarga xilof chiqinglar, soqolni qo'yinglar dedi. Ya'ni soqolni olishlik bu mushriklarga o'zini o'xshatishlik, bu esa dinimizda harom qilingan amallardan. Soqol qo'yib yurishlik vojib amallardan. Lekin inson o'zini hayotini yoki dinini xatarga qo'yishlik nimasiga holatiga olib boradigan bo'lsa, albatta soqolni qisqartirib yurishlik joiz bo'lib qoladi. Ya'ni bizda ikkita narsa bor. Dinini saqlab boshqa ibodatlarni qilib yurishlikmi yoki bo'lmasam kofirlarning qo'liga tushib qolishlik bilan lekin soqol qo'yishlikmi desa, albatta soqol olib tashlashlik kerak bo'ladi. Bu savolga javob. Ya'ni bu kofirlarning qo'liga tushib qolishlik xatar o'rnida soqolni olib yursa bo'ladi. Lekin mana bu javobimiz insonlar mana shunday holatda davom ettirib yurishligi kerak degani emas. Balki mana bunday kufr diyorlaridan islom buyruqlariga itoat qiladigan joylariga hijrat qilib mana shu yerda yashashlik kerak. Lekin albatta mana shu narsaga yetishlik uchun yoki mana shu narsani yo'lida bo'lgan holatda inson ba'zi vojiblarni tashlab soqolni qirishlikni, masalan soqol qo'yishlikni tark qilib va boshqa ba'zi amallarni qilishligi joiz bo'ladi, hatto mana shunday joylarga yetib olgunicha. Ammo mana shu fatvoni olib turib, inson bemalol soqolni qirib kufr diyorida bemalol ishlab yurishligi, balki o'sha yerdan ketmaslik niyati bilan doim qolib ketishligi bu albatta joiz bo'lmaydi. Allohu a'lam.